Eron bilan biz ko'pincha dushman bo'lganda Eron Turon janglari deb ko'p tilga olinadi, hatto Shahnomada ham bilasiz. Lekin do'st bo'lib yashagan, totuv bo'lib yashagan holatlarini ham bilamiz va ularda bizga xavf tug'ilgan paytda bizni birlashishimiz qay darajada bo'ldi, bu yozma manbalarda o'z aksini topganmi? Shu masalaga biroz aniqlik kiritsangiz. Rahmat avvalambor Bular aka. Albatta biz tariximizga qaraydigan bo'lsak, mana o'zbek davlatchiligi tarixida yuqorida aytganingizdek 5 ta bosqinni boshidan o'tkazganda bo'ladigan joy. Masalan, birinchisi Ahamoniylar bosqini. Shu bizning hududlarimizda imperiya qildi. Miloddan oldingi davr. 6-asr. Undan keyin masalan 3-asrlarda miloddan avvalgi Yunonlar bosqini. Masalan, biz Aleksandr deydi, musulmon nimada Iskandar Zulqarnayn deydi. Keyingisi arablar bosqini. Bu milodiy yilda 7-asrda. Undan keyin mo'g'ullar bosqini va so'nggisi ruslarning Chor Rossiyasining bosqini, Rossiya imperiyasining bosqini. Mana shu 5 ta bosqin bo'lgan taqdirda ham masalan shu yerda yashagan xalqlar o'zlarini yana tiklab, yana kuchli imperiyalarga asos soldi. Endi qo'shni hududlar bilan albatta shunaqa narsalar baribir ma'lum bir davlat uyushmalari bo'lgandan keyin o'sha davr qonun qoidalariga binoan shu qaysidir kelishmovchiliklar bor, janglar bo'lgan, masalan o'sha paytda Eron hududlari bilan bo'ladigan bo'lsa, ular bilan ham ayrim hollarda tinchlik muzokaralariga erishgan, harbiy ittifoqchilik tuzilgan, hattoki masalan shu Hindistonda Boburiylar, Sulolasi Akbarlar bilan ham Shayboniylar o'rtasida harbiy ittifoqchiliklar tuzilgan. Ya'ni kimlarga qarshi ular harbiy ittifoq tuzgan? Masalan o'sha paytlarda Ismoil Safaviyga qarshi bular birlashishga harakat qilib ko'radi. Chunki bilamiz 16-asrlarda Shayboniylar ta'siri kuchaygan. Bundan oldingi davrlarda ham bo'lgan. Masalan, bizlarda bilamiz sulolalar juda ko'p mashhur sulolalar o'tgan. Bular hammasini aytib chiqadigan bo'lsa, juda ko'p narsalar olamiz. Ana shu teginiylar davrini oladigan bo'lsangiz, bu juda katta. Xorazm shohlar davri. O'z davrida Alo'ddin Muhammad Xorazm shoh ham katta qo'shin to'plab harbiy ittifoqchilik qilib, masalan, Xitoy taraflarga ham yurishni maqsad qiladi. Lekin Turkiy urug'larni boshliqlarini o'ziga jalb qilgan holda o'sha sharqqa yurish qilgan. Shunaqa bo'ladi. U keyinchalik ayrim siyosiy masalalar sifatida u qo'shinni Bag'dodga qarshi nima qilinadi. Chunki xalifaning ham shunaqa maktublar qo'lga tushadiki, g'urlarga qarshi yurishida orqadan fitna uyushtirilayotgani sababli ham bu Bag'dod xalifasiga qarshi yurish qilib, chunki u yerda ayrim diniy boshqa mazhablarni qo'llayapti degan fikrda u yoqqa nima qilinadi.